soat ertalabki 4:30. Bunaqa vaqtni turib nima qilishingiz mumkin? Конечно, bu joyga aylangani ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan ushbu videoda Rimga sayohat qilamiz. Qarab olsam, ketdik. Hozir Yasolovga chiqdim. Soat 5 dan 1 minut o'tganda avtobusim bor. Pochta jo'natib olishim kerak edi. Ishlab kelganimni pochta qilib jo'natishim kerak edi. Shu menga pulni tashlab berish uchun. O'shani tashlab hozirgina Nastonovga kelaman. Avtobus shu bilan aeroport sari yo'l. Mana hozir avtobusdan chiqib vokzalga yetib keldim. Necha minutdan keyin poyezd ekan? Soat 5:26 da, ya'ni 5 minutdan keyin poyezd. Poyezd 5:26 da kelish kerak ekan, ko'ramiz, o'z vaqtida kelarmikan. O'z vaqtidan oldin keldi, 8 minut vaqtli keldi. Пересадка Nastonovkasiga yetib keldim. Пересадкаning vaqtini qarasam 15 minutim bor ekan, o'shanga yetdi. McDonald'sga kirib ko'sha oldim, nashak suvchi uyqum kelib qolsa ichib ozgina o'zim ichib olaman. Aeroportga ham yetib keldim. Hozir 2 soatda boshlanadi ana пересадка deyiladi. Proverkadan o'tib oldik, hamma sumkalarni tekshirdik. Hozir duty free ichdaman, unaqa ko'rinishda, короче. Endi 1 soat 40 minutdan keyin уже uchib ketishim kerak. Ozgina aylanaman, keyin sekin уже reysimga boraman o'zim anaqasiga. Gate deyiladi-yu. Berlin aeroportida qilingan eng yaxshi narsalardan bittasi, hozir eng yangi narsa bo'ladi. O'zingiz bilan suv olib kirishingizga ruxsat berilgan. Dunyoda любой aeroportga boradigan bo'lsangiz, suvingizni olib qolishadi. Berlinda hozir bunaqa apparat qo'yishibdi. Shunda suv ichidagi narsani skaner qilar ekan. Agar ichida oddiy suv bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib yuborishadi. Agar nimadir qo'shgan bo'lsa, sekin tekshirishadi. Agar xavfli narsa bo'lmasa, o'tkazib yuborishadi ekan. Aeroportdamiz. Mono yurib turgan Rom FC-ni ko'rasizlar, o'sha biz. Mono bu bizning samolyot. Mono shunda ketamiz deydi. Ket, bola. Samolyotga o'tiramiz. Bu yoqdan boshqa samolyot yetib kelyapti. Rimga ham yetib keldik. Hozir samolyotdan chiqib uxlab kelman, og'zim ochib qilib yetib keldik, Xudoga shukr. Endi sekin aeroport shahar chekkaroq edi. O'shanga hozir avtobusda shahar markaziga yetib olishim kerak bo'ladi. Aeroportdan ichkarisiga o'tdik, bilmaydi. Пересадка qilinadigan joyga mashina sekin tashqariga qarab ketamiz. Aeroport o'rtasiga haykal qo'yib qo'yishgan ham vaqtda topsalar. Cho'tkisi aeroport kelganingizda avtomati bor. Agar Yevropadan keladigan bo'lsangiz, Yevropa fuqaroligingiz bo'ladigan bo'lsa, sразу viza kartani ko'tarib ketsangiz bo'lar ekan o'zingizlar. Bunaqa apparati bor ekan, kelib turib baklashkingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol suv to'ldirib ketsangiz bo'lar ekan, короче, drinking water deb yozib qo'yibdi. Aeroportdan ham chiqdim. Endi sekin sentr tarafga yo'l olamiz. Aeroportdan sentrga yetib olishcha ozgina problema ekan. Avtobusda ketishimiz kerak ekan. Avtobusda kishi boshiga narxi 7 euro. Normal, qimmat bo'ladi to'g'risi, chunki Germaniyada masalan 2 euro turadi. Aeroportgacha yetib olish shahar markazidan. Bu yerda endi shahar markazidan aeroportdan shahar markazigacha 7 euro. Sog'ish kerak turistlarga deydi. Avtobus o'chirtini qaranglar, bilgan necha minutda o'chirtim kelar ekan. Aeroportdan sekin shahar markaziga ham ketamiz. Shaharga kirib kelganimizga 2 minutni 3 minut bo'ldi, lekin hamma yoq tarixiy to'g'risi. Hamma yoqni qaraydigan bo'lsangiz, hamma yoqda o'sha masalan nechidir asrlar oldin qurilgan narsalar juda ham yaxshi saqlab qolingan. Nihoyat avtobusdan tushib shaharga yetib keldik. Mana shahar markazidamiz. Короче, ko'rinishi qichiq, короче. Endi hozir 2 soatdan keyin o'sha gostinitsaga borib joylashsa bo'ladi. Endi 2 soat nimadir qilishim kerak. To'g'risi hozir kurtkalarda kimni o'zimcha sovuq, Germaniyada sovuq bo'lganiga bu ham sovuq bo'lsa kerak deb. Afsuski issiq ekan, terlab ketdim o'sha. Mana xush bo'lsanglar kerak. Bratimiz avtobusdan chiqib turib kontrol qilyaptilar. Ham bitta opasi bor ekan. Chiroyli bor, mana qaranglar, oltindan cho'tki ko'rinib turibdi, to'g'ri. Hozircha plan qilmaganman, to'g'risi shaharda qanaqa aylanish bo'yicha, lekin iloji boricha shu bu yoqqa 3 kun kelganman. 3 kun ichida iloji bor 4 kun ketsa, 4 kun. 4 kun ichida iloji boricha ko'p joyga borib turib, ko'proq ma'lumotlar yig'ib turib, qicha video qilishga harakat. Mana ko'rib turganinglar eski bir cherkovlardan bittasi ekan. Ko'rinishidan o'sha bir ancha yillardan beri, bir nechidir 100 yillardan beri turganga o'xshaydi, chunki baribir g'ishtlar yuvilib ketadi-yu, suv teyorganidan. O'sha narsa bo'lib turibdi. Imam tikiladigan bo'lsa, shahar markaziy joylaridan bittasi. Hozir o'shdan borib ikkita videolar qilamiz. Italiyanining ham o'zgacha tomonlaridan bittasi, любой joyda shaharda suv ichgani, mana bunaqa kranlar qo'yilgan, suv любой время oqib turadi, bemalol olib ichsanglar bo'ladi.
Ben bu yoqdan Kamarot, Kutot o'pa yomonidan ekan bor. Fontanning ko'rinishi mana bunaqa ekan. Короче, haykallarni bilasizlar, Yevropada odat bo'lib qolingan. Shu haykalda почти hech qachon haykal kiyim bilan bo'lmaydi. Nimagaligini o'zim ham tushunmayman to'g'risi. Ani uyat bo'lmaydi degan narsa, lekin boshqa bilmayman unga. Bunaqa joyi ham bor ekan, mehmonxonaga o'xshar ekan, lekin bu shopping centerga o'xshyapti. Bittadan mehmonxonaga kelgan odamlarni kutib olishar ekan. Arxitekturani qaranglar, vashshi mazza qiladigan bor. Mana shu ko'chadan to'g'ri ketadigan bo'lsak, Kolizey oldiga borar ekanmiz. Hozir o'shga borib turib, Instagramga story qo'yishim kerak. Qatga kelganimni bitta maqtanib qo'yish kerak-ku. Hozir yo'lda San-Paulo degan teatr bor ekan, o'shaning ko'zim tushib qoldi, kirib chiqay deb kiroshgan, prikolniy haykallar qilib qo'yishgan. Ichkari kirganda baland gapira olmayman. Unaqa qarasanglar, qabrlar bor, eski shunaqalar bor ekan. Ichkarisi cherkov ekan, men o'ylagan teatrda bo'lgandim. Cherkovlar menga yoqadigan tarafi arxitekturasini zo'r qilib qo'yishganda, ana nima desa bo'ladi. Miyasiga qatdan kelgan shuncha narsa hayron qolaman-da, bu yangi cherkovlardan emas-da. Eski bo'lsa ham shuncha narsa qilib qo'yilgan. Hozir cherkovga kirsangiz, mana bunaqa narsalar qilib qo'yilgan. Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun men bitta masalan, ana tipa Isroilni qurollantirishni to'xtatlar, mana shunaqa ma'noda. Ichkarisida kelgan odamlar o'tirganini har bittasi uchun Bibliya qo'yib qo'yishgan ekan. Keyin yana qoyil qoldirgan narsa mana bu tepasida. Agar hech ko'rgan bo'lsangiz, yevreylarning har alifbosida nimadir yozilgan ekan, to'g'risi. Yonida latinda adashmasam. Bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi, o'zlarining endi traditsiyalar bor, qanaqadirlar. Короче, ham tepada Isus. Yonida adashmasam, to'g'risi kimligini bilmayman. Yonidagi ikkita odam bu. Shunaqa. Yana bir aniq ajoyib narsalardan bittasi dushlari bor ekan. Birinchi dushmi yo'q, qabrmi deb o'ylasam, 100% dush ekan, chunki suv oqib ketishiga joy qilib qo'yilgan ekan. Yana burchakda boshqasini ko'rsanglar bo'ladi. Juventus originalning fanatlarning shopi bor ekan. Короче, mana bitta kafeteriya Bistro degan joy bor ekanda. Remontda ekan. Biznikilarga o'xshab turib, tars yopib qo'yib, nima bo'layotganini bilmasligingiz mumkin bo'lishi mumkin. Bu yoqda sirasi tashqariga yozib qo'yilgan ekan, ya'ni elektrichествоni remont qilyapmiz deb. Mana bitta inglizcha variant yozib qo'yilgan ekan. Чтобы bilasiz, bu yerda nima bo'layotganini, просто yopib qo'ymagan yoki nima remont bo'layotganiga qiziqsanglar, mana shu sirasi bilib olsanglar bo'lar ekan. Детский magazin bor ekan, ichi cho'ta qiziq ko'rinyapti. Hozir kirib ko'ramiz nima bor ekan. Ichida polni o'yinchoqlar bor ekan, har xil qiziq narsalar bor ekan. Nimaga bilaman ekan, shokoladlarni qattiq ekanmi? Desam, yo boshqa narsa ekan. Короче, ishga asosan ko'rinishda. Bizda hammamiz Tetris o'ynagan bo'lsa kerak, bu yerda uni sal sivilizatsiya varianti bor ekan, sal rivojlangani. 150 ta o'yini bor ekan, gap yo'q. Dazmolli jinnisi bor. Sayohatga chiqadiganlar uchun o'ziga ming sumkasida ko'p joy olmasligi uchun anaqa dazmol ham bor ekan. Magazindan qo'rqishib ketmadim. Mana bunaqa stol uchun mana bunaqa narsa oldim. Kichkina bo'lsa ham, necha mana 595. Shaharni eng qoyil qoldirayotgan narsasi arxitekturasi juda ham chiroyli. Masalan, любой tarafga shunday qaraysiz, hamma yoq chiroyli. Hamda Loro Piano'ning magazini ham bor ekan. Короче, qurg'o daraxti bor ekan, tepasida to'tilar asa bag'i chaqirib sotdi. Hozir eshitilmayapti, jumlab qolishim ham ovqatlanishyapti shekilli. Tutdim to'tini mana hamda ekan. Mana ishonmaganlarga. Tasavvur qilinglar, sizlar mana bunaqa joyda yashaysizlar-da, shunda oynalardan bitta qarasanglar, mana bunaqa tarixiy manzara turgan bo'ladi. Bizda O'zbekistonda bo'lganda bilmadim, ko'pincha davlatlarda har xil joylarda masalan buzib tashladi bunaqa narsalar, shu dom qurib yuborish uchun, bu yerda imni saqlab qolingan. Atroflarni ham bekitib qo'yilgan, baribir kelib turib videoga olsa bo'ladi. O'z oldimizda sochilib ketgan tarix toshlariga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, hammasi o'sha paytda qanday buzilgan bo'lsa, shundayligicha qoldirilgan. Ko'rib turib shu imindan eski kinolar bor-ku, Qirol Maksimus, o'shalarning kinosi uchib qo'ygandek bo'lmam bor. Vidda jinnisi bor. Mana hozir shahar ichidamiz, o'sha Kolizey ko'rinib turibdi. Hozir yoniga borib foto deydi. Va nihoyat Kolizey. Umrimda birinchi marta kelishim to'g'risi. Italiyada bundan oldin bo'lganman, lekin Rimda emas, boshqa shaharlarda bo'lgandim. Ko'rinishi turistlarni qarang. Turistlarni qaranglar. Ko'p. Ichiga kirmayapman, chunki bilin, ana ichi buzilyapti to'g'risi. Hamma yoqdan kiritilmaydi. Ham ko'rayotgan bo'lsanglar, narsa qo'yib qo'yilgan, shu bu joylarga o'tish mumkin emas. O'shanga sal qoldi, qush ustimga bomba qo'yib ketardi. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Nega unaqa o'tiribsiz? U mana bu mashina jinnisi Barbida. Qattiq ketyapti. Короче, kafelarni ham qarasanglar, prikolniy ekan bor. Bu yoqdan ko'chalarga bunday o'tasizlar, ko'chalari ham cho'tki. Shimaza joyli ekan bor. Katta quruq qilib aylanib o'rgilib yana boshlagan joyimga kelib qoldim.
O'sha vokzaldan chiqqanimizdagi o'sha boyagi quruq. Nihoyat borib turib gostinitsaga joylashib, narsalarimni tashlab bitta dushga kirib chiqsam bo'lmaydi, chunki bunaqa ob-havoda kurtkani qo'limda ko'tarib kelmadi. O'shanga bilin kurtka yurdim, yomon terlatdi odamni, o'shanga dushga kirib chiqsam bo'lmaydi. Tamni man topib oldik, Mix Market, russkiy magazin. Именно shu yerda O'zbekistondan kelgan yoki Sovetskiy Soyuzdan kelgan narsalar sotiladi. Именно SNGdan kelgan narsalar. To'xonaga keldim, liftni dodamiz zamonidan ekan, bormi? Ochadigansizlar, ishga kirib turib, assalomu alaykum. Ya, oppa. Bu orada uyga kelib turib, kiyim almashtirishga chiqqan suhbat qildim. Kiyingan iloji boricha ham issiqda, ham sovuqda ham bir-bir chidab beradigan narsa kiyib olishga harakat qildim, chunki boya kunduz aylangan chiqqanimda issiq bo'lib ketdi, silishim, qalin kiyim olganim, yo kechki paytda sovuq bo'lishi mumkin. O'shanga bilmayman nima qilish kerakligini. O'shanga kiyimda qarasanglar, men bitta bunaqa zakatam bor, короче, ko'rinyapti, bunchalik yaxshi ko'rinmayapti bilmayman. Shunaqa gaplar, hozir bir aylanamiz shahar bo'yicha. Ana, cherkovda qo'ng'iroqlar chalinish boshlandi. Bilsanglar kerak, har 15 minutda yoki yarim soatda davlatga qarab turib, boshqa qo'ng'iroq chalinadi. Kechki shahar ko'rinishi vashcha ajoyib. O'tgansiz tasavvur qiling, tegizdan anaqa 3-4 metrli teshik, короче. Yiqilib dumalab ketishingiz ehtimoli ham bor, lekin odamlar bilmagan qanaqa qo'rqmasa o'tisharkan. Hozir o'zimni ham yuragim o'ynab turibdi, to'g'ri. Hamda Italiya bilan Ispaniyada turistlarni chuchiradigan mandarin daraxtlari. Mandarin nimaga turib o'ylaysizlar? Chunki u juda ham bemaza ta'mi. Ispaniyaga borganimda ham yarim soat turib daraxt tagida bir sakragandim, shunga qo'lim yetmayotganiga. Bir amallab tushirib uyga olib kelib turib yuvib yesam shunaqa nordon. Keyin bildim nimaga buni hech kim emasligini. Hozir mana shu cherkovga kirib ko'ramiz ichiga. Cherkovga ham kirib chiqdim. Nima desa bo'ladi? O'zim masalan islom dinini, xristian dinini, yevreylarning dinini qanaqa paydo bo'lgani, tarixlarga rosa qiziqaman to'g'risi. O'shanga ko'pincha mana shu narsa, din haqida ko'p narsa o'qiyman. Rimga kelishimdan oldin bitta video tushib qolgandi, o'shanda aytishganda, tipa Rimga keladigan bo'lsang, har bitta cherkovga kirib chiqishga harakat qilgan. Chunki har boshqacha nima edi? Nima desa bo'ladi? Sig'inish yo'llari boshqacha, o'shanga cherkovlarni ham boshqacha tarzda bezatishgan, o'sha narsasini kirib ko'r deyishgandi. O'shanga hozir ham kirib ko'raman. Har bittasida-chi, ana cherkovga kirasiz, takrorlanish yo'qdi. Har bittasi yangicha narsa-da. O'shanga masalan Germaniyada masjidlarimiz kamda, masalan ko'p, agar ko'p bo'ladigan bo'lsa ham soni nimasi bo'ladi, razmeri kichkina-da. O'shanga hozir cherkov ham boshqacha tuyuldi, nimasi bo'ladi, ana. Bunda ko'rib turib, tipa как arxitekturniy joy sifatida kirib ko'rishga zo'r joy to'g'risi. Tungi shahar ko'rinishi. Quyosh botdi, shahar uyg'ondi, odam to'lib yotdi hamma yoqda. Marojniy yegani kirdim. 550 ta pul bor ekan o'zi. Shokoladlar olamiga kelib qoldim. Yetib qoldik manzilga. Mana bu joy bilsanglar kerak, nomi Ispaniya zinalari, ya'ni Ispaniya maydonida joylashgan Ispaniya zinalari. Endi bilmayman nimaga bu Ispaniya maydonida nomlanishini, Italiyada Ispaniya maydoni. Shunaqa, короче. Biz mana buni ichiga kirib ko'ramiz, nima ekan ichida. Kirgan odam 1 yevro tashab turib, sham yoqsa bo'lar ekan o'zini o'lgan odamlarga. O'sha pastdan hozir masjidgacha ham chiqdik. Короче, sizdan ham bir 500 ta bizga oyoq olib ketdi bor. Va Italiyada eng mashhur tiramisu sotadigan magazinlardan bittasi. Bunaqa. Короче, majnaqasidan oldik. Hozir olgandan keyin yeb ko'ramiz, to'g'risi. Hamma yoshi gapirdi to'g'risi. Italiyaga kelsalar yeb ko'ringlar. Brendning nomi Pompi. Mani Italiyadan olib qolgan taraflarim marojniy narxlari bo'ldi. Marojniy oladigan joyga kirdim, so'raman narxni. Necha pul oldim? Kichkinasi 5, o'rtanchasi 6. Yo'q, kichkinasi 5, o'rtanchasi 7, kattasi 8 yevro turibdi. Taqqoslashinglar uchun Germaniyada marojniyning bitta sharining narxi 2,5 yevro. Ikkita olasiz 5 yevro. Bu yerda bitta kichkina narx bo'lyapti. Keyin buni solishtiradigan bo'lsangiz, Italiyaning ekonomikasi Germaniyaga qaraganda pastroqda, odamlar Germaniyaga qaraganda kam pul topishadi, lekin qanaqa bunaqa narx qo'yayotganiga hayron qoldim. O'sha hammaga mashhur, o'sha fontan ismini ham bilmagan to'g'risi.
ko'rgan bo'lsangiz kerak hammalar. Odam juda ham ko'p rasmga tushishga, o'shanga ertaga soat 4 da kelaman ertalab. Hozir yana bitta yangi cherkovga kiramiz. Italiyani qoyil qoldirgan narsasi, to'g'risi hamma ko'chasiga kirasizlar, hamma yoqda shunaqangi chiroyli zdaniyalar qurilgan. Любой joyda bor rasmga tushib chiroyli qilib estetikni qilib qo'yib yuborsa bo'lar ekan, to'g'risi. Maza qo'raman deya bormoq ko'chalarga. Cho'ta Rim haqidagi videoim uzun bo'lib ketadimi deyman deya hamma yoqda mazza zdaniyalar ekan bor. Mana yana bitta исторический zdaniyalardan bittasi. Qasr shundoqligicha qolgan. Bormi bizda ham shunaqa qasrlar? Короче, mana bu sadi Kolizey, yonida marojniy oldik, 4 yevroga oldim. 4 yevroga marojniy ko'rinishini qaranglar, bunaqasini xatim topasizlar. Kolizeyga oldi deb masalan narx osmon narxi deb kutgandim bundan, lekin 4 yevroga 3 xil anaqa qilib beraman deb aralashtirib mashina gap yo'q. Mana hozir kechki прогулка. Yonimda Kolizey, короче, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir aylanib pastga tushib ko'raman, mo'shtanib kirish joylariga yaqin bo'lsa kerak. No, нормально. Navbatda birinchi kunim o'z yakuniga yetyapti. Hozir o'tirib pizzani urdim. Men sekin hozir uyga borib uxlab ertalab soat 4 da turib, keyin endi kechki va tunda hech kim yo'q joyda aylanamiz. Mana Kolizey yon tarafiga ham o'tdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu zdaniyasi bunisi yondagiga qaraganda bitta etajga balandroq ekan. Bitta etaj ham O'zbekistonning uylari 3 etaj bo'lsa kerak. Pastga tushmoqchi edik, qarasak yopiq ekan, ularni ko'rsanglar ishlayotganlar. Bu narigi taraflar ham yopiq. Pastga tushsa bo'lar ekan, bu yerda bunday qarab turib. Ana o'tlarni qarasangiz, arvoh qarab turganga o'xshar ekan, to'g'risi. Mana shu Rim darvozasiga yetib keldim. Bilmayman nimaga hamma tarafdan zabor bilan o'rab qo'yishgan ekan. Yon atrofida noodatiy unaqa yer, to'g'risi yurganda ahamiyat berish kerak, chunki noto'g'ri qadam qo'ysanglar oyoq qayirib olish ehtimoli katta. Короче, Yevropada tug'ut degan programma bor edi, o'shani ovqat ko'rdim. 7 euro ekan, zakaz qilsam hozir 2 kishli ovqat berdi. 2 mahalga uraman shekilli borib. Ujunga izaptirikka qilib turib. Bu programmaning zo'r tarafi masalan oziq-ovqat sotadigan, masalan ovqat pishirib sotadigan kompaniyalar bo'ladi, masalan kafelar. O'zini ovqati dastlashni hammasi sotmaydigan bo'lsa, o'shani o'rniga ana qilsa bo'ladi. Kechki payt shu sotilmay qolgan narsasini arzonga berib yuborishadi. Olayotgan odam ham plusda, bu sotayotgani ham plusda, chunki u tashlab yubormaydi misrga. Maza qoradi-yu, odam ham bunaqa narsalarni ko'rib maza qoradi-yu. Bunday qilamiz-da, bu yoqlarni ko'rsatamiz. Shahar juda ham chiroyli, to'g'risi. Sayohatimning ikkinchi kuni. Lekin to'g'risi shuncha ko'p yurmay shekilli yomon charchaman, uyga yetib turib uxlab olib, ertalab soat 4 da turish kerak bo'lgan budilnikni o'chirib dash uxlaman. Hozir soatimiz 7:30 bo'ldi. 7:40. Men soat 8:30 da Vatikanga ekskursiyam bor. Bilmayman endi hozir qanaqa yutib olaman 50 minutda. Hozir biramala anaqa kiyimlarni almashtirib, non choy ichmasdan ham sekin borishim kerak endi yoqqa. Mana hozir ko'chaga ham chiqib oldim. Tez yugurib avtobusga borishim kerak. Bo'lmasam ekskursiya atmen bo'ladi. Bekor 30 euro pul to'lagan bo'laman. Yetib keldi. Почти Vatikanga yetib keldim. Mana hozir ekskursiya bo'ladigan joyga ketaman. Mana nihoyat Vatikanga ham yetib keldim. Короче, ichkarida mana shu ko'rinishda ekan. Bu taraflarda ham qanaqadir o'zgacha narsalar bor ekan. Va bitta qanaqadir haykal bor ekan, tushunmadim to'g'risi. Qayiqda ancha-muncha odam ketayotganga o'xshar ekan. Hozir mana o'sha ekskursiyam oldiga keldim. Короче, unaqa narsa berishdi. Чтобы bizni gidni har joy, любой joyda eshitsa bo'ladigan qilib turib. Hozir orqamizda unaqa fon, cho'tta aylanib turib istoriyasini eshitamiz. Mana bitta ham yo'qda. Eternal city of city, but it's a country. So the Vatican. Binolarning ko'rinishini aytishga bor. Qanaqa qilib qurishgan ekan narsalarni. Bunaqa haykallar qanaqa yasashgan. Tarix uchun tilojiz. Agar kinolarda ko'rgan bo'lsanglar, rimskiy papa mamtdan chiqib turib, o'zini xristianlarga chiqib turib anaqa qilishadi-yu, qanaqadir gapiradi-yu, o'shanga joylar tayyorlab qo'yishgan ekan o'zi. Qachondir mashdan rimskiy papa chiqib turib, o'zini nutqini so'zlaydi. O'rtada turgani Isus ekan, Iso payg'ambarimiz. Yonidagilari uni prosterlar, ya'ni yordamchilari bo'lgan ekan. Ichkaridan ko'rinishi. For like morning and
funeral. So Hozir hamma rimskiy papalar dafn qilingan joyga kirdik. we call them mother folks because they are Bitta narsaga ahamiyat beradigan bo'lsalar, masalan, mana yuz ko'rinishi ko'rsatilgan haykallar. Ustidagi kiyimlari hammasi ichida yotgan odam qanaqa dafn qilingan bo'lsa, xuddi shunaqa qo'yilgan ekan. Ichida yotgan odam ham shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan ekan. Yuz ko'rinishini именно o'shanga o'xshatishga harakat qilishgan ekan. Oh. Dimiz bitta qiziq narsa aytib berib qoldi. Mana atrofimizda ko'rgan rasmlar bor-ku. Mana bular. O'shalarning hech qaysisi rasm emas ekan, hammasi mozaika ekan. Tasavvur qilinglar. Kichkina tosh bo'lakchalarini yig'ib turib shunaqa chiroyli rasm yasashgan ekan. Actually in Buni ichida realniy odam tanasi yotgan ekan. Hozir mana shuni o'zi realniy ekan, prosta yuzini bekitib qo'yishgan ekan, ko'rmanglar. Mana bu stacha turibdi. Kelsangiz oyog'iga qarasangiz, masalan, bittasida barmoqlari bor, ikkinchisida barmog'i yo'q. Nimagaligini so'rasak, aytayaptiki, bu yerda odamlar o'tirgandan oyog'ini hammasi ushlab o'pirgan ekanda, chipani savob bo'ladi bir bola ma'nosida. O'pirgandan o'shdagi barmog'i yemirilib tekis bo'lib ketgan ekan. O'shanga hozir atrofini aniq o'rab qo'yishgan ekan, odamlar o'tmasin deb. Короче, shunaqa narsasi bor ekan, traditsiya. Agar bu eshiklardan kiradigan bo'lsangiz, hozir kirgan joyimizdan butun hayotingizda qilgan gunohlaringiz voz kechib yuborilar ekan. Shunaqa narsaga ishonishar ekan, mayli. O'zgartira olmaysiz narsani. Hozir bu tarafga kirdik. To'g'risi, men qo'l qoldirayotgan narsa, odamlar qanaqa qilib turib 1000 yil oldin shu narsalarni qurishga kuchi yetgan ekanda, bor bu qoyil qolib ketaman to'g'risi shu narsasiga. Vatikan ichidagi muzeyga bitta fakt, men bu yerdan tepagacha masofa shunchalik katta ekanki, men Nyu-Yorkda joylashgan ozodlik haykalini olib kelib qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, короче. Shunaqangi baland qurilgan yoki 9 etajkali domni razmeri bilan bir xil. Ichidan bundoq qaraysiz, unchalik balanga o'xshamaydi, lekin o'zi amalda juda ham katta ekan. Bunda men kinolarda ko'rgan, kirib turib u pastor bor-ku, o'shalar bilan gaplashib, o'zingiz qilgan gunohlaringizni tan olish degan narsasi bor-ku, bilsangiz kerak yuribdi, короче. Shu qilib bunaqa narsalar. Biz hozir Vatikandan chiqqanimda men bitta turdim-da. Navigatorga qarayapman, 9 minut ko'rsatyapti Astanovkagacha. Astanovka men bitta turgan joyim. Nimaga desam, bu yaqin atrofda peshixod yo'q ekanda. Короче, 9 minut aylanib o'tishim kerak ekan. Men nima qildim? Molni yoqib o'shdan mashq yurib o'tdim to'g'risi. Vaqt tejalib. Shu Astanovkani qichiq taraflardan bittasi Astanovkada o'tirib turib, telefonni zaryadga qilsa bo'lar ekan, bor. Ko'chada qolib ketmaysiz bez zaryadga. Çok o'tib ketdi prezident. Italiyada meni lol qoldirmagan narsasi magazin topib olishinglar azob ekan to'g'risi, bor. Bitta normalniy magazin yo'q, o'zimizda O'zbekistonga o'xshab Kardinka, Makro shunaqa narsalar yo'q ekan, bor. Buni hamma yoqda Pokistonlar magazini yoki qanaqadir magazinlari bor. Narxi 3 marta qimmat, bor. To'g'risi bilmayman bu odamlar qanaqa yashab qolishadi. Bugungi aviatim mana savat, короче. Короче, sayohatim 2 kun davom etadi. Hozir uyga kelib turib, bitta cho'milib kiyimimni almashtirdim. Chunki baribir endi bitta kiyimda kuni bo'yi yurish qiyin bo'ladi. Endi Panton degan joyga aylangani ketaman. Cherkovga kirish oldidagi joy. Chotki. Короче, Nasionalniy galereyaga keldik. Bunday ko'rinishda tepasida to'tiqushli bag'i taqib qo'yibdi. Tashqi ko'rinishi chiroyli ekan. Sayohat davom etyapti. Qanaqadir shunaqa kichkina bozor ko'chasiga kirib qoldik. Chotki, короче, qilamiz. Hozir sammani kamerangni rasmga oldingda mazgi qilmasin deb. Magazinni biri. Fontanni kunduzi ko'rinishi. Chiroyli to'g'risi. Oldiga rasmga tushib ketdi, lekin o'chirib ko'rasizlar, mana shunaqasi o'chirib qo'yib, bas kecham. Vaqt yo'qotaman juda ham ko'p. Shokoladli magazinni biri, короче.
ichkada toqishni qaranglar. Biz mana bunaqa muzey topdik. Qarasam, kiraverishi tekin ekan. Kiramiz ichga. Wow. Hozir to'g'rida oyna bor bo'lishi kerak. Yo'q, o'chirdi. Mana o'sha Panteonga ham keldik. Odam o'chirtini qaranglar. Voy, kirish bileti 15 euro. Shuncha odam o'chirib turibdi. O'chirib turilgan to'g'risi bor. Ichkarisiga kirimikan yo'qmi o'ylanib turibman. Sayohat davom ettiraman. Ana boyagi Panteonga kirmadim. Sabab juda ham katta o'chirdi ekan, to'g'risi. Ana ketadigan vaqtim yaqinlashayotganda o'zimni vaqtimni bilan kutishni o'tkazim kelyapti, to'g'risi. O'shanga nafs bordim. Kim marojniga yana keldim. Bunaqa shirin marojnilarni tashlab ketish qiyin. Yoniga bunaqa ham oldim. To'g'risi nomini nimaligini ham bilmagan. Bir marta bir Instagramda ko'rib qoldim. Yeb ko'ramiz. Qarochi ham orqamda joy ko'rasizlarmi yo'q? O'shga tepaga chiqaman qarochi. Sash ko'rinish mana shunaqa arxitekturasini yorib tashlashib to'g'risi. Ko'rib mazza qiladigan darajada. Choq. Tepaga chiqib ketyapman. Ko'tarilib ketyapman hozircha oyoq normalniy. Ko'ramiz stakancha sistem bo'lar ekan. Amir Temur haykalini ko'rib turib taqlid qilib chiqarishga menimcha mana shuni bor. Hozircha yarmiga ko'tarildi. Bankdan ko'tarilgan tepaga chiqib ketsa bo'lar ekan. Bankga maksimum o'tib bo'lsa kerak. No. Oyoqlarim oqib to'g'risi. Shaharga qaragan vid nima deyapti? Sambil kecha men balig'imni o'g'irlab ketgan, bratan. Assalomu alaykum. Kalize ko'rinar ekan bu joydan. Quyosh botishini qaranglar, mazza bor. Mana shunaqa narsalarni ko'rgandan keyin odamni sayohat qilgisi, yashagisi, ko'p pul topgisi ketadi, to'g'risi. Bu juda ham chiroyli. Qanday joy kirib chiqdim, to'g'risi. O'tdagi joydan atrof muhitga bo'lgan tashqi ana vid 10 dan 10 to'g'risi. Mazza qildim. To'g'risi videoda ko'rasizlar hali. Tungi Rim. Hamda qaraqadir daryo o'tgan ekan. Bunday turib. Bunday qilib ana yo'lga ketamiz. Nihoyat normalniy magazin topib turib, kirib narsalar olib chiqdim, to'g'risi, yegan ichgani. Bugun Kalizey oldida mana shunaqa o'tirishim oxirgi kuni. Marojniy olgandim. Uni olmay qo'yardim videoga, to'g'risi. Maqtanmayli hamma yegan narsamizni, chunki bir xil agar narsa olib yeganimni qo'ymasam, bu faqat aylangani borib hech bola yemabdi deyshadi. O'shanga mayli qo'ymaymiz. Qarab, ertaga kuni bo'yi shu Rimda aylanaman, shu bilan kechqurun aeroportga ketib, bu videoni baribir o'sha keyingi manzilimga yetib borganimda ko'rasizlar. Keyingi manzilim xudo xolasa Praga. O'shdan YouTube'ga videoni qo'yaman, qarochi. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak men o'sha Pragada bo'laman. Bu bilan sayohatim ikkinchi kuni Rimda yakunlandi. Ertaga videomiz davom etadi. Bu narsani ham eslatib olib qo'yamiz. Rimdagi sayohatimning oxirgi kuni, 3-kun bugun. Bugun shu bilan hozir o'sha gostinitsadan check out qildim. So'radim egasidan narsalarni tashib ketsam bo'ladimi? Chunki aylanishim kerak bugun desam, bo'ldi. Kechqurun 12 gacha tashib ketsam bo'ladi deb men aytdim, yo'q dedim. Soat 8 ga kelaman, olib ketaman, aeroportga ketishim kerak desam. Bo'ldi, qarochi. Bugun shunaqa kunki, bugun ko'proq ovqatga e'tibor beramiz, chunki birinchi, ikkinchi kuni yaxshilab aylangan bo'lsam, qolgan kunlarni endi bugun hozir italyancha ovqatlarni yeb chiqish kerak. Hali pasta yemadim, pizza yemadim normalniy. Tiramisu yeyishga kirish kerak. Qarochi, bugun ovqatga ko'proq ahamiyat beramiz. Birinchi boradigan joyimiz kafeteriya. Narxlarni qaranglar. Hozir ertalab Italiyada kofidan boshlanadi deyishgandi. Hozir o'sha kofe magazinga kirdim, narxlar to'g'risi ideal. Bunaqa narxni ko'rmaganman, to'g'risi. 1 euro 30 sentga kapuchino beryapti. Kapuchinosini ko'rdim, ta'miga hech gap yo'q. Deganingizda tekinga suv berilar ekan. Birinchi odatga bo'ladi shunaqa qilishmasa. Ikkinchi o'zimga yana qoldim shokoladda. Wow. Prям shokoladda eritib qilinganga o'xshayotgan ekan bu. Mana shunaqadir. Ko'rmadim to'g'risi tayyorlanayotganini, ahamiyat bermasdan anqayib turdim. Daraxtlarni qaranglar, bog'larda hozir anaqasi shahar o'rtasidagi parkga keldim. Nima desa bo'ladi? Hozir qayiqda katatsiya qilaman deydi. To'tiqush turibdi ko'rayotgan bo'lsanglar. Choq. Anta bratimiz uylanayotgan ekanlar. Aka, to'g'ri ish qilmayapsiz. Bugun yaxshi qiz bo'ladi.
Короче, mana hamma tomosha qilyapti. Aynan o'tga park ko'rsanglar bo'ladi. Formasi yurish formasida ekan. Tabiatning manzarasini qaranglar, просто yashagilari kelib ketadi yo'qdan, bunaqa joylarni to'g'risi. Ana, Rimda yashaydigan bo'lsa, zerkmisiyu, zerka paytida shunda chiqib ketasiz ko'chaga aylangani, hamma yoq chiroyli. Manzarani qaranglar. Hozir mana shu yerda qayiqda uchishim kerak edi, cho'ta qayiq yopiq o'xshab ko'rinyapti, qarasanglar. Lekin bitta topamiz. Ana bor. Eski arfa deyiladi, shunaqada o'sgan beryaptilar. Kep, nima bizda? Daxil chiqasin. Ayolni keldi. Kelganda eng ko'p qilinishi kerak bo'lgan narsa albatta morojniy yeyish. Shu morojniy 4 yevroga tushdi, короче. Ikkita sharik, bittasi hamdom pistali, bittasi shokoladli, короче. Прогулкам davom etyapti. Hozir velida katatsiya qildim. To'g'risi vashi maza qilaman. Mashinalar yomon ko'p, svetoforlari ham ko'p anaqa uchab turar ekan. 10 minut haydagan bo'lsam 5 minut svetofor turdim, bor. 10 yevro pishdi. Короче, bilmagan, yo Rim kichkina shahar bo'lib kelyapti yoki hamma yoqda bo'lganman, o'shanga qattan qaraman. Faqat shu yurgan joylarimdan qaytib chiqib kelaman, bor. Aylanib o'rgila mashina oldidan chiqib keldi, to'g'risi bor, aylanib o'rgila. Ana shu tangi tashladi, короче, so'qqa qilishadi. Yevropada har doimgidek qoldiradigan narsa haykallari, kiyimi yo'q bo'ladi. Nimaga tushunmayman, bor. Yana bir tarixiy ko'rinishdagi joy. Shole, haykalli jinnisi. Yonda ikkitasi baliq ko'tarib olganmi, nima qolgan? Короче, qichiq ekan, bor. Boringlar uchun bu haykal 1700 yoshga ega ekan. 1700 yil oldin qurilgan narsani qarang, hali ham shunaqa holatda saqlab qolingan. Takoy mamdan shaharga vid ko'ramiz hozir. O'sha haykalni oldidan. Qarang, bunday qilamiz. Ko'rgan haykalim haqida qisqacha ma'lumot. Bu haykal Konstantinning haykali. Bu Konstantinni ko'pchilik menimcha Konstantinopol nomidan bilsa kerak. Masalan, именно xristianlik markazi qilib turib, o'sha eski Gretsiya territoriyasida bo'lgan Konstantinopolda o'zi o'sha xristianlik markazi ochadi. Tarixda yana qilgan eng katta ishlardan bittasi bu odam Rim imperiyasiga именно xristian dinini olib kiradi. Ya'ni olib kiradi deganda qaysi ma'noda? U paytgacha xristian din tarix qilgan odam qatl etilgan. Bu narsaga taqiq qo'yadi-da, aytadi, "Mana xristian diniga tarix qilaman, o'shanga" deydi. Bu narsaga erkinlik berishimiz kerak deyshadi. O'sha odam mana shu Konstantin hisoblanadi. Hozir italyanskiy pasta yegani keldi. Bu yerda ahvolni ko'rib turibsizlar. Ham narxi, ham mazasi zo'r bo'lgan joyga kelsanglar, pastani mana shunaqa o'chitga tushib qolasizlar. Nima deymiz endi? Hamnaqa pasta zakaz qildim, hozir ko'ramiz ta'mi qanaqa ekan. Osh bo'ladi. Kecha kirmagandim pansionga. Yana keldim. Yana kirmayman. O'chirtdi, qaranglar, o'chirtdi. Buncha o'chirtib bo'lgan paytda oxirgi kunimni o'chirtib kutishga sarflaymanmi? Elchixonalar ko'p bo'lgan markaziy ko'chalarga yetib keldik. Men bitta Braziliyaning elchixonasi ekan. Bu yerda Ispanyaniki. Bu naryodalar ham qaysilari bor bo'lishi kerak, ko'rinmayapti bu yerdan. Eronniki-man bu. Mana hozir tiramisu yeganni keldim. TikTokda ko'rib mashhur bo'lgan joyiga kelsam. Takoy o'chib bo'ldi. Bir 10 minut kutsam kerak endi hozir. Просто tak kirib pul tashlab chiqish uchun 10 minut kutishingiz ham kerak hali. Nima deysiz bunaqasiga? O'chirtib turdim, 5 minut o'chirtib turdim, lekin tez ketar ekan o'chirtib. 2 xil oldim. Короче, bittasi karamelli, bittasi обычныйdan. Hozir baho beramiz. Короче, hozir endi bir amallab o'tirgan joy topdim. Keldim, hozir yeb ko'ramiz endi. Bismillah. Hamma gap to'g'risi, magazin sotadi bizda ham, lekin tinglashmaydi tamam. Takoy kecha ko'rsatgan daryoyimni kunduziga ko'rinishi. Очень странные dела serialini o'yinchilari ham bor ekan. Tanisinglar kerak hammasini. Kolizeyga oldin o'tib ketaman deb qarasam kino olishayotgan ekan bu yerda. Butun yo'lni
kinematografiya narsalari bilan yopib qo'yishgan, короче. Ko'rsanglar bo'ladi, ana bu tipa furalar qo'yib qo'yilgan. Mana shu ko'cha boshdan oxirigacha faqat furalar bilan yopilgan, короче. Hamma yog'ida ana aktrisalar nomi, tipa mana kinematografiya. Ko'ramiz, Kolizey haqida qanaqa kinolarga. Shu bilan meni sayohatim o'z yakuniga yetyapti, почти. Sayohatni yakunlashdan oldin, конечно, kichkina suvenirlar olish esdan chiqarmadim. Ularni hali videoning oxiriga qo'yib qo'yaman, tipa yakunlovchi qilib turib. Nima desam bo'ladi? To'g'risi, bunaqa narsalar bo'lishini kutmagandim. Bunaqa zo'r bo'lishini, stop kelganimda buncha ko'p zo'r narsalarni ko'rishimni, bunaqa shirin narsalar yeb ko'rishimni umuman hayolimga keltirmagandim. Juda ham yoqdi. Agar kimdir kelish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kelishinglarni 100% maslahat beraman, chunki ketkizgan har bir pulingizga, har bir sentingizga achinmaysizlar, hali ko'p narsa ko'rasizlar. Masalan, menga nimasi yoqdi? Juda ham ko'p tarixiy narsalarni ko'rdim. Men masalan o'zim tarixga qiziqqanim uchun men ko'rayotgan narsalar men uchun qiziq baribir. Ana ko'pchilik aytishi mumkin, "Ay bu cherkovga kiribdi, unaqa gapiraveringlar." Men cherkovga o'tgan, ana namoz o'qigani yoki e'tiqod qilgani kirmadim. Men tarix ko'rish uchun qanaqa 1700 yil oldin qurilgan cherkovlar hali ham holatda turibdi ekan. Qanaqa odamlar bu narsani qurishga kallasi borgan ekan, shu narsalarga qiziqib kirdim to'g'risi. Agar nima desa bo'ladi? Tarixga qiziqadiganlar bo'lsa, shu kelinglar ringga. Pulinglarga achinmaysa, to'g'risi unchalik ko'p pul ketkazmadim. Mana ketkazgan bo'lsam 300 euro, 320 euro pul ketdi, ketdi, shu yotib qolish, yeb ichaylarim hammasidan 320 ham pul ketdi. Har bitta sentiga roziman to'g'risi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, komment bosib qo'yinglar. Videoning oxirida sizlarga nimalar olganlarimni ko'rsatib o'taman.